Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi mazmun immunitet sistemasini kuchlantirib, tajisimon virusga qarshi turishda bilishga tegishli bo'lgan oziqlanish usullarini qisqacha so'zlab o'tmoqchi. Koronavirusga qarshi turish uchun immunitet kuchimizni kuchlantiramiz. Bu nurg'un kishilarning so'raydigan savoli. Chunki biz hozir dunyoviy krizga duch kelyapmiz. Tajisimon virusning ziynining oldini olish yoki uni kontrol qilish yo'lidagi bilimlarimiz kamchil. Bu virus bo'lsa biz va bizning immunitet sistemamizga yangi bo'lgan bir virus. Immunitet sistemasi bo'lsa biz asalla o'lchab beradigan bir narsa emas. U bir qator o'xshash bo'lmagan organ va hujayralardan tarkib topgan murakkab va sezgir bo'lgan badanning o'zini qo'g'dash iqtidori. Shunga bu sistemaning iqtidorini yuqori ko'tarish uchun har tarafdan qarash kerak. Bu immunitet sistemasining qanchalik bilinadiganligi, iqtidori to'g'riliq burun qanday qilganda immunitet kuchini kuchlantirib bo'ldi degan temada burun bir so'zlagan. Shunga bu yerda vaqt munosabati bilan to'xtalmaymiz. Tajisimon virusga, ya'ni koronavirusga qarshi sog'lomligimizni qo'g'dash va yaxshilashning ham kasal bo'lishning oldini olishning asosli bosqichlari. Bular bo'lsa qo'lni yuvish, tamak chekmaslik, aroq ichmaslik, muvofiq chiniqish, turmush va xizmatdagi besimlarni to'g'ri bir taraf qilish qatorliq bularni bu bir jinoyatga hamma yerda tashviqotda, shuning buni inchikilab to'xtalmaymiz. Bugungi bu yerda to'xtaladigan asosli mazmunimiz oziqlanish jarayonida nimalarga diqqat qilsak, bu tajisimon virusi, ya'ni koronavirusga qarshi badanimizning immunitet kuchini kuchlantirishga foydasi bo'ldi bu to'g'risida. Birinchi to'xtalganimiz vitamin C. Vitamin C'ni xili burunlar insonlar odatdagi zukamga qarshi yordam sifatida ishlatib kelgan. Undan boshqa bu vitamin C'ning terining bakteriya va boshqa ziyonli mikroorganizmlarning badan ichiga tajovuz qilib kirishiga qarshi to'siq rolini kuchlantirdi. Shundaqla tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, vitamin C yuqumlanishga qarshi turadigan qon hujayrasining, ya'ni oqqan donchalarning demakchi, yuqumlanishga qarshi turish iqtidorini yuqori ko'taradi. Gerçi vitamin C'ni to'liqlashning koronavirusiga foydasi bor yo'qligini aniq bilmasakmi, ammo yuqoridagi alayliklarga asoslanganda foyda qilishi mumkin deb qaralmoqda. Hamda kishilarning kuniga iste'mol qilishining ziyni yo'qligini o'ttirib qo'ymoqda. 2000 mg degan 2 gram bo'ladi. Buni Xalqaro tibbiy fanlar akademiyasi belgilab bergan eng yuqori chek. Bunida eshib ketmaslik kerak. Vitamin C odatda suvda eriydi. Ehtiyojdan ortiq bo'lib ketgan qismi suydik orqali badan sirtiga chiqarib tashlanadi. Navoda bek haddidan ziyoda iste'mol qilinib ketsa, bu chog'da ich surishni keltirib chiqardi. Yoki bo'lsa börekka tosh tushish xavfini oshiradi. Shunga eng yaxshisi 2000 mg, ya'ni 2 gramdan eshib ketmasligi kerak. Hamma narsaning muvofiq bo'lgani yaxshi. Foyda qildigan deb chiqib olsak, aksicha uning ziyonli tarafi kelib chiqadi. Ikkinchisi vitamin D. Vitamin D degan bu hem hormon hem vitamin bo'lib, salomatligimiz uchun nihoyatda muhim rollarni o'ynaydi. Yaqinqi yillardan buyon kishilar immunitet sistemasini kuchlantirish uchun vitamin D'ni davomli iste'mol qilib kelmoqda.
Ammo bu rostla shunday unumlikmi degan chog'da 2017-yildan boshlab bu to'g'rida ko'p tadqiqotlar ilib berilgan. Bu tadqiqot va sistemalik tekshirishlar natijasida vitamin D to'liqlash ilib borgan kishilarda kanay va nafas yo'li yuqumlanishining tuvan bo'lganligini bayqagan. Hamda bu yil Amerikadagi va Angliyadagi korona sababidan o'lganlarning taxminan 90% ga yaqinining badanda vitamin D yetishmasligi borligini va bu korona kesili bo'lib saqayganlarning bo'lsa vitamin D miqdorining normal ekanligini bayqagan. Demak, vitamin D ni to'liqlab bersak, inshaalloh bu kasallikka qarshi turishimizga foydasi bo'lish ehtimoli bor. Üçüncüsü senik. Senik deganimiz oqqan hujayrasining yuqumlanishga qarshi turish xizmatiga qatnashadigan mineral modda. Navoda senik kam bo'lsa, u chog'da odam nihoyat tez zukam bo'ladi ham boshqa viruslarga oson yuqumlanadi. Bu COVID-19dan boshqa viruslar bilan yuqumlanishi nihoyat oson bo'ldi. Navoda senik to'liqlasa, odatdagi zukamning kasal tarixini o'ttir hisobla 33% qisqartadi ekan. Masalan, bir zukam bo'lgan odam 10 kun atrofida mushu zukam holati bo'ladi, burni qiyib qizib, yo'tal, mushu alomatlar bo'ldi degan bo'lsak, 10 kun davomlashgan bo'lsa, bu senikni to'liqlagan odam bu 10 kun qisqarib, bir hafta ketmagan vaqt ichida saqayib ketalaydi degan gap. Shunga buni to'liqlab bersak, oqqan donchasining xizmat qilish iqtidorini yaxshi rolini yaxshi ko'targili bo'ldi. Buning miqdorini 40 mg dan eshib ketmasligi kerak. 40 mg dan to'varak bo'lsin bo'ldi, lekin eng yuqorisi 40 mg bo'lishi kerak. Undan boshqa zardachal. Zardachal bo'lsa, zanjivil o'simlik oilasiga tava bo'lib, Osiyoning issiq balvoq rayonlaridan kelgan. Yiltiz g'oli tetitqu yasashga ishiltildi. U tashqi qiyofatda zanjivilga o'xshab ketadi. Apelsin seriq rangida bo'lib, bu modda kuchli oksidlanishga qarshi turuvchi modda. Badanni oksidlanishdan qo'g'daydi. Yalliqning oldini oldi, qizitmani tushirdi, badanni zahardan tozalaydi. Jigarning iqtidorini va hazm qilish sistemasining rolini yaxshilaydi. Buning roli bek ko'pkan, buni burundan tortib shu davolash tibbiy sohada ishlatib kelgan ekan. Buni men bizning Shvetsiyadagi shu oldini olish ozuqliq nimasida tavsiya qilyotdi. Shuni men tavsiya qildim. Biz odatda zanjivilni to'liq ishlatamiz, lekin zanjivilning boshqa davlatlarda qandaqki ish qilib bizning Shvetsiyadagisiga qarsam, hammasi shu Xitoydan kelgan ekan. Fuqislar Xitoydan kelgan narsalarning o'stirilish sifatimi nihoyat yaxshi emas. Ular bek mehnat o'g'an ekan. Shuningga odatda o'zim shaxsan zanjivilni ishlatib ketmayman. Bu uning o'rniga bu zardachalni ishlasak texmi yaxshi bo'ldi ekan deb qaradim. Qolganini o'zinglar tanlasanglar bo'ldi. Undan boshqa samsaq. Samsaqning hammamiz bilamiz, buni burundan tortib ajdodlarimiz to'liq ishlatdi. Buning bakteriyaga qarshi turish va virus qarshi turish roli bor, ham zukamga qarshi tura oladi. 2014-yildagi ixtiyoriy kontrol qilib tekshirishda bayqilishicha, har kuni samsaq iste'mol qiladiganlarning, ya'ni samsaq yemaganlarga qaraganda zukam va oz giribdor bo'lganligini, ham zukam bo'lsa-mu tez saqaydiganligini bayqagan. Shunga buni demasam, bizning Uyg'urlar samsaqni ko'p ishlatamiz.
Hamda yuqorqi usullarni yuqorqi vitamin D, zeynik, samsaq, zardichal deganlar orqali buni zukam bo'lishini oldini olsak, buldiki ham zukam vaqtimizda ishlatsak, zukamning vaqtini qisqartib, tez saqlayishimizga inshaalloh foydasi bo'ldi ekan. Hamda bu koronavirus bilan qanday zukam bo'lsak, albatta qizish bu alomatlarning biri bo'ladi. Bu qizigan chog'da qizitma dorilarini ichganning o'rniga amal va shu suv ichib badanning temperaturasini tushirgan eng muvofiq. Chunki odam navoda shu ta'lmagan holatda badanning teridan taxminan 700 millilitr atrofida suv yo'qaydi. Qizigan chog'da albatta ta'ligan chog'da texmi ko'p bo'ladi. Unda badanga suvning ehtiyoji oshadi. Lekin biz u qizib u ishni yegimiz kelmay, suvni ichmay yetib olsak, o chog'da badan susirab bergandan keyin qizitma texmi oshadi. U balki u virusning sababidan bo'lmasdan, balki badanda suv kamchilik tufaylidanmi qizitma tushmasligi mumkin. Uning uchun eng yaxshi usul shu qizigandan ussizlikni jiq ichib berish. Faqat bu modda deganda 3 litr bo'lsa, undan jiqroq ichsak yaxshi. Ashta ichib bergan yaxshi. Hem qizishmi u badanning o'zining virusga, boshqa bakteriyalarga qarshi harakat qilayotganligining bir ifodasi. Shu unda ansirab ketmasi kerak. 40 gradusni ishib ketmasa, amalla qizitma qaytirgan dorini ichmay, shu ussizlik bilan to'liqlagan yaxshi. Hem bu qiziganda aspirin, ibuprofen deganga o'xshash dorilarni, qizitma qaytirish dorilarini ishlatgandan ishlatmagan eng yaxshi. Bunda deyishimki maqsad endi hozir zukam bo'lsa, qizisak, o'ylaydigimiz shu koronavirusi bo'lib qolish ehtimoli yo'qmi deb o'ylaymiz. U biz uqmagandan keyin. Shuning uchun amal va ishlatmay shu badanni ussizlik to'liqlab tushirgan yaxshi. Bu koronavirus paydo bo'lgandan keyin necha qatam shu tibbiy jurnallarda e'lon qildi. Shu qizitma qaytiradigan dorilarni ishlatgan kasallar, masalan, korona bilan yuqumlanib, shu dorilarni ishlatgandan keyin ularning ahvolining texmi og'irlashib ketganligini necha qatam shu nimalarda e'lon qildi. Unda bo'lgandan keyin biz bu kasalning bu dorilar bilan qanday munosabat borligini pek yaxshi bilib ketmaymiz. Shundaqdimi, hozirgacha e'lon qilgan, kuzatgan ahvollarda qizitma tushiradigan dorilarning pek yaxshi ta'sir bermaydiganligini davatgandan keyin, shu amal va ishlatmay bu dorilarni shu yerlik usul bilan bu suzuq ichib, bu kichik bolalar bo'lsa, yuvish kerak. Jug'andimi temperaturasi tushadi badanni. Bu zukam bo'lganda yoki shu koronavirus bo'lib qolsa, masalan, mundaq o'xshagan go'zal lag'mallarimizni, pololarimizni yemaslik kerak. Chunki bu yemeklarni endi yegan chog'da qo'saqqa bek hisobda qondagi qandning miqdorini bek tez o'riltadi. Bu yemekliklarimiz kuchli bo'lgandan keyin qondagi shakarning miqdori 7.8 ni oshgandan keyin bu oqqan hujayrasining shu virusga yoki bakteriyalarga qarshi xizmat qilish iqtidorini tuvantlaydi ekan. Undan keyin yana bu qondagi qand o'rlaydi, o'lgandan keyin insulinni o'rlaydi. Bu yuqori insulin bilan bu qondagi shakarning miqdori shu hujayralarning o'zini o'zi tozalash iqtidorini to'xtatadi. Unda bo'lgandan keyin bu jiq yevab qilsak yoki bo'lmasa bundoq kuchli yevasak, o chog'da shu badanning o'zining kasallarga qarshi turish iqtidorini to'xtatib qo'yamiz. O chog'da virus yoki bakteriyalar ko'payib, texmo badanimizni ojizlashtiradi. Shu amal va bundoq og'rigan vaqtlarimizda suyuq salang shu sho'rpini qilib, sho'rpining go'shtini yeb, sho'rpiga shu ko'ktatlarni silib
her xil ko'ktatlarni seplamdi, jiq qaynatmay. Sep bo'lsa shu zerdeçal bulamdı, samsaq bulamdı, hammasini silib, shularni yeb bergan yaxshi. Endi yana birisi bo'lsa, shu suvlam ichib, tamoq yemisimi bo'ladi. Chunki o'ylab qo'yinglar, har qatim zukam bo'lgan chaqda odam tam tetish sezgisi tuvallaydi, bir nima yegisi kelmaydi. Bu nima degan gap? Badan o'zi sirtdan bir narsa kirmasin, men hozir ma kasal qarshi turib xizmatimni boshlayman deb bizga bergan signal. Lekin biz uni yeb tur, bek tur deb deydigan gaplarimiz bor. Shu yemeklikni jiqyab olgan chog'imizda u chog'da dedim-u, badanning oqqan hujayrasining xizmati tuvallab, har bir hujayraning o'zini tozalash iqtidori to'xtaydi. To'xtagandan keyin bu kasal og'iydigan gap. Bu mikrob yoki virusga bo'lamdi, bakteriyaga bo'lamdi, ko'pish fursatini bergan bo'lamiz. Unda bo'lgandiki bu kasal u chog'da yaxshilanish taraf emas, texmo kasal olib ketadi, kuchlanib ketadi bakteriya, viruslar. Bu koronavirusgami shu amal bo'lsa, usuzlikni jiq ichib, toza yetib, dam olib uxlash eng yaxshi. Yuqorida so'zlaganlarim bo'lsa, biz o'zimiz uyda qila oladigan bu kasalning oldini olishga yordam qila oladigan yoki bo'lsa bu kasal bo'lib qolgan bo'lsak, saqlashimizni tezlatadigan amallar. Endi bular foyda qilmay, davomli qizib, qirqdan tushmay, nafas yo'lda qiynalish, nafas olishda qiynalish yuz bersa, u chog'da doktorxonaga berib ko'rinish kerak. Bugungi mazmun shuncha bo'lsin, qarindoshlar. Inshaalloh keyingi mazmunlarda boshqa yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.